Aziz qarindoshlar, bugun qimmatli mehmonimiz doktor Erkin akamiz bilan bir suhbat qilmoqchi, Ahmeddan suhbati. Assalomu alaykum. Xush geldiniz Erkin aka. Va alaykum assalom. Xush buldum ukam. G'ayratingizga rahmat. Sizdan Allah razı bo'lsin qatnashmaganingizga. Aldı bilan sizdan shu hamma qarindoshlarimiz biladi. Bilmagan qarindoshlarimiz bo'lsa, shu aldı bilan shu siz ishlayotgan NASA, ya'ni Olam bo'shliqi tadqiqot o'rni yoki siz tafsiliy tushuntirib qo'ysangiz, shu o'rin qanday o'rin, siz bu yerda qanday xizmatlar qilasiz? Chunki dunyoda nihoyat oz kishilar bu xil organlarda ishlayoladi deb o'ylayman. Ham Uyg'urlarning ichida birdan-biri shunday bir yuqori sistemaga ishlayotgan akamiz yolg'iz siz bo'lishingiz mumkin, menimcha. Shu to'g'riliq bir tafsiliy shu qarindoshlarimizga menga bir tushuncha bersangiz. Bo'ladi ukam. Şu ben işleyen idarəni Uyg'urcha Amerika olam qatnashini boshqarish idorasi deb ataydi. Bu idora nima shu yer sharining tadqiqoti, andikin koinotni tekshirish ishlari bilan shug'ullanadi. Buni endi NASA markazi deb ataymiz. Amerikada NASA markazidan jami 10 bor. Bizniki idora shundaki birisi. Bularniki 10 ichida endi cho'ng kichikga sal o'xshamaydi. En çoğunda 12 bin adam var. O Washington, paytaxt Washington'un keşidirak. O yerde bizimki o yeni bir Uygur kardeşimiz işleydi. Aynur Abdurazak diyen sınırımız işleydi. O kompüter ilmi boyunca doktorluk ünvanı algan. Hazır şu denizge ait sağlık malumatlarını bir taraf kılış işleri bilen şug'ullanıyordu. O en çoğu bizim daha ikincisiga doğru geliyordu. Bizim daha 6 mingdan ko'p adam bor. 6 mingdan ko'p adam bor. Bularniki 3dan 1 qismniki doktorlik unvoni bor. Ya'ni 2 mingdak odamniki doktorlik unvoni bor. Yana 3dan 1 qismniki magistrlik unvoni bor. Qolib qolganlarniki bakalavr unvoni bor. Hammasi kam deganda olimatatni putgan. Bizniki idora xuddi NASA'niki mingisiga o'xshaydi. Nurg'un yangi koinot chiqaradigan narsalarniki tadqiqot, uni loyihalash işlerini bizim de idare kılıyordu. Bir kısımlarını özümüz yasayımız. Bizim darılam yasaydı. Bizim darda işte alam uçku çıkırdığın maşınlarını alam uçkurunu kuraştırdığın çoğun öğülerimi var. Bir kısımlarını bizim darda layihap, anlakin başka yerlerge bir şey yasaydı başta kılıyordu. Hazır endi bizim idarada başkuruvatkan hazır asmanda uçup yürüyen neslerden 20 neticesi var. 29 lak var menesini karışıcı. Muşanın hamisini bizim idare başkurdu. NASA'niki nurgun alam uçkurlarını bizim idareden başkurup durdu. Ondan başka NASA'niki şu kainattaki uçar taşlarını küzütüş punktu bizim idarede. Bu punkt günlük 24 saat asmanı tekşürüp kaysi taş kayadan kaya uçup gidip vardı. Hemen küzütüp durdu. Sebep ne dese yaşarı bırak hatır kapkanın sonunda. Neticenin aldı da bizim idare küzütüp atkan asmandaki uçup çıkan taşlarındaki sani 10 mingdan aştı. Şu toxtumay taşlar u yerden bir uçup yürüdü asmanda. Yani şulardan ki bir hatır yaşarak yapkanın sonunda şunu küzütüp durdu. Hazır kadar endi yaşarıga çoğun bir yaşarı qarab kelayotganda taş bir hatır yok. Endi hazır NASA'dakilerniki en ensireydigan bir yeri. Eğer bir nayeti çoğun taş kündüzü quyosh bilan yer sharini tutashtiradigan siziq ustida mansa agar yer shari qarab uni ko'rib olmaydi. Bu kunninki nuri bak kuchli bo'lganligi uchun u tash nurining ichida yo'qolib ketdi, ko'rib olmaydi. Shundoq bir xatarning oldini qanday olamiz degan shundoq bir andisha bor. Albatta degandek bir tash payqaligini yo'q. Bu yerda tash deganimizda uni inglizcha near earth object deydi. Bu yer shariga yaqin cisim deb ataydi uni. Yaşarga yaqin degan bilan bu koinot pek cho'ng bo'lganligi uchun u biz bilan bo'lgan orlig'i necha yuz million kilometr keladi. Ashtaq tashlanimi endi bizga yaqin deb o'ylaydi endi ma'lum koinotniki ilmiy bo'yicha aytgan chog'da. Nimishqa desa agar yashar qolmasa tez kelib qolaydi bu yerga. Ashtaq bo'lganligi uchun. Shunga bu yerda hozircha xatar yo'q. Endi hozirga qadar tarixdagi bo'lgan voqealarni kuzatib qaragan chog'da her 65 milyon yılda bir kıtım yer sharini
taş soqqanki. Şu aldınqı qıtınqı taşnınki soqışı bunundan 65 milyon yıldak burun bolğanken şu çağda alqı dinosordan nima deymiz uyg'urcha? Dinosor degan o'tib ketgan hayvon bormi? Dinozavr mu? Dinozor. Şu hayvon şu yerda tugab ketdi ekan. Şu chaqda yasharni bir cho'ng tosh so'qib, bitta yashar o't ketib, o'sha hayvonni shu tugab ketdi ekan. Shunga bu bir ahvol. Endi undan boshqa nurg'un kishilar NASA desa shu koinot isi keladi, koinotni tashvish ishlari. NASA'niki 70% ishlari yer shari ustida tadqiq qilish. Yer sharini kuzatib, yer sharini tushunish, uni qo'g'dash va undan unumli foydalanish. 70% tirishchanlik shunga ketadi. 30% tirishchanlikni koinotni tashvishga ishlatadi. Endi nurg'un kishilar bu koinotni tashvib uni bir pul xarjlab qolganning foydasi, uniki hech qanday iqtisodiy foydasi bo'lmasa deb o'ylaydi. Men u yerlarga borsam mendan eng ko'p so'raydigan savollarim shu. Endi Amerikaniki hozirgidek ilm fan taraqqiyotida dunyoniki oldidagi minishga bir sabab uningda NASA'dagi o'rinning bor bo'lganligi. Nurg'un texnologiyalar bor, uni koinotni tashkilashga, yasharni tashkilashga ishlatsin bo'ladi. Odatdagi xalq turmushiga, davlat mudofaasiga ishlatsin bo'ladi. Shunga bu yerda bu koinotni tashkilish bir xil bir nishon qilib turib, nurg'un yangi texnologiyani vujudga keltiradigan gap. Bu texnologiyalarni andikin insonlar hayotidagi har xil sohalarga ishlatib bo'ladi. Shunga buning ahamiyati bek zo'r. Endi NASA garchi shunaqa iqtisodiyotning qiymati yo'qdek ishni qilgandek qismi buningga ketadigan pul bek chiq emas. Hozirgi Amerika hukumatiniki NASAga ajratgan pulsi bir yillik pulsiga 21 milliard dollar atrofida. 21 milliard. Endi Amerika har yili davlat mudofaasi uchun 750 milliard dollar pul xarjlaydi. Shunga ikkisini solishtirib baxsanglar, NASA unchalar pul xarjlayotgan yerimi yo'q endi. Garchi 10 markaz bo'lsa-mu, albatta men degandek, eng cho'ngda 12 ming odam bor, biznikida 6 ming, undan keyingisida 3 mingdak odam hozir asosda odamlar bor. Bir qism NASA markazlarida tadqiqot bu ishlar olib berilmaydi. Faqatlam aslan bir narsani chiqarib qaytarib tushiradigan vaqtida mana shu avariyniki kelishmaslik sababidan faqat bir yerdan bo'lsa ba'zi joylar olmaydi. Agar tushak olmay qolsa boshqa yerga o'tkazib uni yangi tushirish kerak. Shu sababdanmi NASAda 10 markaz Amerikaniki hamma yerga taralgan endi. Shunga ba'zi joylarda ahvollar bo'ldi. Aslida planlagan yerga tusharamay qolsa havo klimati sababidan yana bir yerga tushiradigan ishlar bo'ladi. Shunga men masalan Teksasda bir NASA markazi bor, shu yerga berib baqdim. Bu nayt kichikkan. Bu faqatlam shu tasaddufiy ahvolda olam ushqurlarini tushirish ishlatilgan vaqtlarda boshqa ishlar ancha ko'p emas endi. Shunaqa bo'ldi. Sizning asosiy qilgan xizmatingiz nima xizmatingiz edi asosiy qilganingiz? Ben taki yakıngachilik shu koinotdagi tashqi planetalarni bayqaydigan teleskoplarni yasash ishida shug'ullandim. Hozirmi shug'ullanan vaqtimdagi bir qismida. Yaqinda bu burun qatqa ishimga ish qo'shildi yangidan. Hozir 3 projekt qilyapman. Bunun birisi shu koinotdagi jonliqlar barpo qilish ehtimolligi bor boshqa planetalarni bevosita ko'radigan teleskop yasash. Bu ish pek tez. Hozir qadar NASA'dagilar va dunyodagi o'xshamagan yerdagi kishilar tashqi planetadan 3000 dan jiroq planetani bayqab bo'ldi. 3000 dan jiq tashqi planetalarni. Lekin bu planetalarni bevosita ko'rish orqali emas. Uniki on yulduzniki harakatiga, ondan on yulduzniki nuriniki ojizlab ketishiga qarab turib, hisoblab chiqarib topdi nurg'unlarni. Bu planetalarning ko'pinchisi xuddi bizniki Quyosh sistemasidagi Yupiterga o'xshash intayin cho'ng gaz planetalar. Unda planetalarda odam yashash mumkin emas, inson yashash, jonliqlarni bo'lish mumkin emas. Shunga bizniki hozir qatqashimiz nima desangiz, u shu tashqi planetalarni bevosita ko'radigan teleskop yasash. Bu intayin qiyin texnika. Shunga men hozir NASAga 2004-yilda kirgan. Boshliqda hozir men 17-yilga qarab mangdim. Hozir shu 17 yilning yaqin ishlasini tadqiq qilyapmiz. Hozirgi planda 2024-25 yillari
Biz hazır esatkan teleskopni alam boshqa chiqarishimiz mumkin. Xudoyim bo'lsa 2035 yillari tashqi planetalarni bilan uchrashish imkoniyati bo'ldi deb o'ylaymiz. Uchrashish degan joyda biz berib ular bilan qo'llashib kurashimiz degan gap emas. Endi bu koinot bek cho'ng. Qolgan biz aqshimiz ko'rgan yulduzlar bizdan bek yiroq. Masalan biz aqshimizni tilog'iga chiqib havo uchuq bo'lsa osmonga qarab osmondagi yulduzlarni sanasak 3000 dak yulduzni sanığı bo'ladi. Odamlar birdan sanab chiqsangiz 3000 dak yulduzni sanay olasiz. Şu 3000 dak yulduzniki bizga eng yaqin yulduz bizdan 4 nur yili jiroqlikda. Nur yili degan gap nur bir yilda mangdigan oraliq degan gap. Şuna 4 nur yili jiroqlikda degan gap biz aqshimiz osmonga chiqib qarasak biz ko'rgan eng yosh yulduz bizden aslidagi 4 yildan burungi holati bizning ko'rganimiz. Qolganlari 100 yil, 1000 yildan burungi holatini ko'ramiz biz. Hadisa shu nurniki bizga yetib kelishiga shunchalik vaqt ketadi. Shunga nur 1 sekundiga 300 ming kilometr mangadi. 1 sekundiga. Shunga bir nur yili qancha keladi degan hisoblash uchun bir yil 365 kun, bir kun 24 saat, 1 saat 60 minut, 1 minut 60 sekund muşsallarının hemsini köpeytip birbirisiga. Onunla yine 300 mingni köpeytiş gerek. Çünkü bu san adamın ağzı patmaydı. İşte bu algı için bu astronomiyada işte Nurilli degan bir birlikni işletimiz bu ağırlıkını gösterdiğin birlik. Çünkü nur bir yılda bastırgan ağırlık. O 9,4 trilyon kilometre maçlara ağırlık doğru geliyor. Pek uzun musabisi. Şuna aşina ahval. Şuna ikinci biz canlıklar var. Taş plantalarını bayqagan taqdirde mi dastlabda ularga signal mangdirib ulardan signal arqali şey qanday ahvollaring bu deb so'rashib degandek o'ylab baxsangiz bo'ladi. Hozir bizniki tashkillatchi bo'lgan doira 30 nur yilning ichi endi. Yer sharidan 30 nur yili jiroqlikdagi yulduzlarni tashkillatmoqchi. Şu yulduzlarniki yulduzlarni aylanayotgan plantalar ichida jonliqlar bor, planta bormi yo'qmi? Uni bayqasak, ularga signal mangdirib, undan boshqa biz yer yuzida turib, o plantalarniki massasi qanchalik, on yulduzlar bilan bo'lgan og'irligi qanchalik, temperaturasi qancha, havo bormi yo'qmi, suv bormi yo'qmi, o'shalarni hamma tekshirib bo'ladi. Endi bir jonliq bor bo'lish uchun 3 shartni qanotlantirish kerak. Birisi temperatura muvofiq bo'lishi kerak, ikkinchisi havo bo'lishi kerak, uchinchisi suv bo'lishi kerak. Bu 3 narsa bo'lgan chog'da jonliqlar bor bo'ladi. Shu orqali andaki mayda cho'ng jonliqlar bor ekan desa, ularga signal mangdirib, olib so'rash degan gap endi. O'ylab baqing, agar biz o'zimizdan 30 nur yili jiroqlikdagi bir plantalo aloqalashmoqchi bo'lsak, biz ularga mangdirgan signal u yerga 30 yilda bordi. Agar ular bizning signalimizni elib bizga signal qaytarsa, u signal 30 yilda keladi. Bir qatam qanday ahvolingiz deb men yaxshi degan mushkil elish uchun 60 yil vaqt ketadi degan. Shunga endi hozirgi texnologiyalar bo'yicha unda chiroq yerga borib bo'lmaydi insonlar. Lekin umumichilik endi kishilarning parazicha nurniki tezligi eng tez hozirga qadar bayqalgan eng tez surat nurning surati sekundiga 300 ming kilometr. Endi keyincha şu 300 ming kilometrniki 10% yoki 50%larda mang'alaydigan olam ushqularini yasashga mumkin bo'ladi deb o'ylaydi hozirlar. Shu tarafga tirishyaptilar shuni nishon uchun. İnşallah Sharq Turkistonda ve Sharq Turkistondan olam kemisini yasab chiqsiz inşallah. Xudoy ursin akam. Hozir ma kögen kardeşler, Türk kardeşlerimi köpüyordu. Şunun için Türkçe bir tanıştırıyoruz size. Merhaba izleyici kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkiye'deki Türk kardeşlerimiz. Bugünkü misafirimiz bizim için Uygur Türkler için çok kıymetli olan Amerika NASA alem yani uçakları falan yapan, tetkikat yapan doktor. Bugün
hocamızın neler çalıştığını, neler yaptığını bunları konuşuyoruz. Belki Uygurca'da Türkçe'ye, Azerbaycan diline çok benziyor. Biraz benziyorsunuzdur. Eğer sormak istedikleriniz varsa ben tercüme edebilirim ya da hocamız Türkçe konuşabilir. Şu anlık Uygurca konuşacağız. Hazırki gaplarınızı anlap naite nurgun soğanlar geldi kalamga. Hem kızgarlıkta tuyuldu, bazılık kinolarda görettik. Mars adımı, Taşkent adımı degendek. Hazır kadar sizinki bu şu özün anlap baktınız mı? Şu tetkik jaryanında bolsun, başka sizle iştahat kaladım bolsun, şu siz beraber canlı hayatlık bayka baktınız mı? Şu yer şardan başka şu ay şarı olsun, başka planlarda. Yok. Nima ama şu 60-cı yılları bütün dünya boyunca şu tashqi plantadan kelgan jonliqlarni tadqiq qilish ishlari bek taraqqib ketgan. Bek jiq kinolar ishlandi. Noma'lum uchar taqsa UFO deganni nurg'un kishilar biladi. Nurg'un kinolar ishlandi bu jihatda. Nurg'un davlatlar maxsus tadqiqot o'rni qurib, oshnasini tadqiq qildi. Amerika shundoq. Amerika shundoq tadqiq qilib 1978-yilda kelgan chog'da bu tadqiqotni to'xtatdi. Butunlay mumkin. Nima ish qilsa 1978-yilgachilik bayqalgan bütün uchurlarni tekshirib tashqi plantadan kelgan bir jonliqniki borligi muayyanlashmadi. Yolg'on chiqib qoldi. Nurg'un odamlar endi Amerikada meni tashqi plantalarniki odamlar kelib meni osmonga achib ketib bir haftadan keyin bir hafta sayohat qildirib achib qo'ydi degan odamdimi 178 tak odamni tizmabdi ekan. Ularni tafsilli tekshirib hammasi yolg'on chiqdi bu narsalarniki. Ba'zi odamlar işte bir xiyoliy dunyoga kirib qolib xalqlarga rost bo'lgandek so'zlab turadigan bo'lib qoldi ekan. Men bizning idoraga yangi kelgan vaqtimda idoraning oldida har kun namoyish qiladigan bir odam bor edi. Oqtalik nayt kelishgan bu yigiz pakiz kinoga odam bir nechta taxtaylarni yo'lni bo'yi qo'yib bizning idoraning eshigini oldiga. NASA Allah'ını bayqab bo'ldi, Allah'ın resmini kim tatib oldi? Xudoyimni. Ama bizi ko'rsatmayapti deb bizi ko'rsatsin deb namoyish qilib shu kunni ko'rganman u odamniki. Keyin yo'qolib ketdi u odam necha yildan keyin. Shundoq shu Amerikami bularni hammani tekshirib, oxiri bu tadqiqotlarda bir qiymati bor narsani topolmagandan keyin bu ishni to'xtatdi. Hozir Angliya, Kanadada tadqiqotlar bor bu narsani. Tashqi plantalar odamlarini. Ondan keyin turib video bir narsalarni chiqib qoladi. Voy bir tashqi plantadan kelgan uchar taqsi bayqilibdi bu deb. Yaqinda mesela Angliyada bir ayol şu Londondagi deyman bir osmonni rasm tatbasi oldin biraz o'tib ketib, uchar taqsi ko'rdim deb uniki YouTube'ga chiqib etib, keyin uni NASA tekshirib qarasa, kamerani oldirdim bir kichik kumutgidek bir narsa o'tib ketibdi oldin. O kumutga iPhone'da tassangiz bir cho'ng uchar taqsidek ko'rindi ekan endi. Şu uchar taqsi dedi keyin ondan Antarktikada bir uchar taqsi qarni uchib ketibdi deb onun rasmlarini tarqalgan ki onu Sünnemre avla tatip çoğaytıp qarsa bir çoğ taş başqadan dumlab tushib ekan bir muzning ustiga. Beşiraqdan qarsangiz hamma oppoq qor, muz birlam qop-qora narsa tug'an bo'lgandan keyin jiraqdan qarsa xuddi uchar taqsidek ko'rindi ekan. Yaqin borsa uni emas. Aniki yana bir hozirgi kishilar ko'proq deganning yana birisi u yer sharida kunda 16 qatim aylanadigan xalqaro olam punkti bor. Buni NASA qatorliq 6 davlatniki koinot tadqiqot o'rinlari boshqurdi buni. Uning asosiy qismi Amerika bilan Rossiyaniki. Bu har kuni 16 qatim aylandi yer sharini. Shunaqda 1,5 soat bir qatim aylandi. Buning ustida kamera bor. Yer sharini aylanayotgan vaqtida, aylanayotgan vaqtida bu kamera yer sharini naq maydondan elib uni to'xtamay birib turdi. Bu kuniga 16 qatim aylanganligi uchun ba'zida kunduzgi to'g'ri kelib qoldi, ba'zi kechasi to'g'ri kelib qoldi. Uniki nima olam punktini ko'zdan ko'ngil bo'ldi. Durbun bo'lmasimi? Hozir bir app bor, shu appni kompyuter nima telefoningizga tushirib olsangiz, osmonning nari kelganligini deb turdi shu xalqaro olam punkti. O'tganda shu xalqaro olam punktiga bir UFO taxsi tushib qolibdi degan gap taqilib ketdi. Keyin uni NASA tekshirib qarasa, kamera rasm tatqiqot yerga shu xalqaro olam punktiniki yamriyada bir jannatdan chiqib qolgan narsadan uch kirib qolibdi u yerga.
uçga qatgan buni haqlar uchar taqsikandiq NASA yushirib oldi degan gaplarni tarqatdi. Ish qilib hozirmi aralab ashula gaplar chiqdi. Bu yerda yushirishninki hech qanday qiymati yo'q bu yerda. Undan narsa bayqalsa u tiz chiqitadi qara. Lekin hozir qadar tashqi planlardan kelib baqqan adam yo'q. Uni hech qanday adam bayqagani yo'q. Lekin bu jihatda yolg'on gaplar intayin ko'p. Uni ishonmasanglar bo'ladi. Shu siz degan programmani bir şeyden bir siz arkalık bir xabardor bo'lib qolsak qanda programma va telefon tushirib olsakmi shu narsani bilgan bo'ladim. Mayli tepib men sizga aytib beray. Mashinki bir app bor, shu xalqaro alam punktini ko'riladigan app. Uni telefoningizga tushirib olsangiz, osmon qarasangiz telefoningizni shu xalqaro alam punktini nega kelganligini deb turadi. Undan keyin kunduzi qarasangiz ko'ra olasiz uni. Unda bo'lsa, sizinki hozir qilgan xizmatingiz olam kemisi yasayaptimi deganda qildingizmi? Yo'q, olam teleskopi. Teleskop. Ko'zda turgan narsami? Teleskop degan durbun degan gap endi. Durbun degan kichik bo'ladi, qo'limizga ko'tarib oladigan durbunlarni. O cho'naqlarni biz teleskop deb ataymiz. Endi u inglizcha kelgan gap. İngilizce teleskop deydi, Uyg'urcha teleskop deb ataymiz. Masalan, hozir koinotdagi nurg'un rasmlari bor. Shu NASA tartib tarqatgan rasmlar. Shularni tartadigan olam teleskopining ismi Hubble olam teleskopi degan teleskop. Uniki asosliq ayniginiki diametri 2,4 metr keldi. O'ylab baqqan, meniki quchug'im 2 metr keldi. Bundan cho'ng endi. Bu durbun desak, ko'zmi taqadigan durbun deymiz, bu cho'ng bu narsa. Biz yasaydigan teleskoplar cho'ng teleskoplar. U shu yer sharini aylanib yurib koinotni tekshiradi. Uniki nima foydasi bor desangiz, bu bir inqilob shu astronomiya sohasidagi teleskopni osmonga chiqarib qarash. Yer sharini atmosfera qaplab turdi. Atmosferaniki qilinligi 80 kilometr. Agar siz yerdan osmonga qarab uchib borsangiz, 80 kilometrdan ustiga 80 kilometr ustiga chiqqaniki havo yo'q. Bütün havo yo'qolib ketadi. Bu 80 kilometr ichida havo bor. Havo bo'lgani uchun anikin 10 kilometr bo'lgan aralıqda bulutlar bor, 11 kilometrlargacha. Agar yerda turib koinotni kuzatsangiz, koinotga kelgan nurni buzib yutadi atmosfera. Albatta men degandek, tashqi planetlarni ko'radigan teleskopga bo'lgan talab pek yuqori bo'lgani uchun atmosferaniki buzg'unchiligi bilan undan aslan bayqa qila olmaydi. Shu biz teleskopni osmonga chiqarib etib, bevosita koinotni ko'radigan gap. Hozir bir bu programımızda görürken bir kardeşimizden sizin sorularımız soğan vakit telefon kuttu. Soğanı alsak bulamdı. Buludu. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Hadi soğanlarını sorsun buldu. Soğanım. Buldu. Ben tordan bir nes köysem 1970 yılı ve Saudi Spak'a bakın bir yerini kollaş edip veriptiken onda 12 kilometre kollap andın şu onun ben hesaplarını toxtuq edi. Andı onu yani bir tordan bir materyalda köysem onu 12 kilometre kollagandan keyin o yerden tegen acayip bir avazlar çıktı da korkunçlu bir avazlar çıktı da onu bakın o avazın nimesi o sanaş nimede vaki avaz. Öcete ama YouTube'da o köyden acayip korkunçlu bir avazlar çıktı da başına bir nesler bakıyor şu o dozak digicilen bakıyor onu. Şu onların toxtu eti bu ne de şu 12 kilometre çıkıp bakıyor onu toxtu tuttu yerini yer şerini. Çünkü soğukluk erken hep ben de fikir kalktı şunu sonra bakaydı. Allah'a emanet. Bu afalını ben sizden tuncu katım anlavatı ben. O yaşarlar ki işiden avazlar çıkışı mümkün. Demiş ki degen çağda volkan emimiz bilimiz. Yaşarlar ki bu postu var, postun içi kirgendekin nait küçük atkan ot o bir nesler bağındı. Onundan çıkım akla avaz çıkıdı. Ama o Ruslan'ın ki yaşarlar 12 kilometre koluğallığı bu dolu xabar anlapakmağam ben. Bu asufkam aşı anlagan aşı uçurlarını ki adır ulanmasını bana öğretip bırak toradırısını. Ben bir karapakay. Karapakay kim bu programı astığa ben bir inkas esprey. Bunu ben anlapamaptıken ben. Andi dini noktadan qaragan çağda cennet ve dozaklar yaşarının üstüde emez. Bu başka bir yerde hazır kadar cennetteki ordu neredeğini hiç kim bilmeydi. Kur'an'daki uçurlarga asasen
jannat pokuniyaga joylashgan degan narsani ko'rsatib bo'lmaydi. Çünkü bu to'g'riliq izlanishga hojati yo'q. Do'zaxmi yasharning ichida emas. Bu boshqa bir yerda andayki biz bu dunyoni ikkiga ayiramiz. Birisi şu ko'rinadigan dunyo, yana birisi ko'rinmaydigan dunyo. Biz yashayotgan dunyo ko'rinadigan dunyo endi. Biz ko'ra olamiz. Ovoz olsa anglayolamiz. Andayki jannat, do'zax, ahiret bu nurgun narsalar ko'rinmaydigan dunyodagi narsalar. O dunyoga biz hozir biladigan qonuniyatlar tushmaydi u yerga. Shunga biz biladigan qonuniyat bo'yicha yana bir dunyoga tushunamiz desak tushunolmaymiz. Shunga buni ayirib qarash kerak. Men bu şu to'g'riliq nurg'un videolarni ko'rdim. Siz degandek dinimizdagi Dajjalninki, Yecmecilninki chiqish to'g'riliq, mana nimda baba turkcha videolarmi? Şu Qozog'istonning bir yerda muzning ostidan ashunda bir nimalarninki bayqalganlik to'g'riliq, andiki ham bir video ko'rdim. Men şu Taylandning bir o'nkirning balig'ini bu o'nkirniki nihoyatda necha kilometr, 20-30 kilometr ostiga uchirganligi, uni ostida bir hayatlıkның mevcut ekanligi boshqa bir dunyodagi xuddi ashunda nurg'un narsani ifodalab mushto'g'riliq nurg'un videolar bor. Bunga sizning o'zingizning nazariyat bo'yicha yer ostida bir hayotlik yo'q deb qaramsiz? O nima şu fanniy jihatdan buningdan 2-3 yil burun eng dastlabki jonliqniki nadan paydo bo'lganligi to'g'riliq isbot chiqdi. Fan jihatdan. U dengizniki ostida toshlarning yuriqlaridan portlab chiqadigan bir gaz bor ekan. Şu gazlar portlab chiqadigan shu rayonda dastlabki jonliq shu yerda paydo bo'lgan ekan. Buni yaqinda bayqab chiqdi. Şu bu narsalarki tabiat jurnalidagi dunyodagi eng donliq jurnallarda e'lon qilindi bu bayqashning o'zida. Lekin yasharninki ichida jonliqlar bor ekan degan bu narsalar to'g'riliq aniq uchur bor deb o'ylamayman. Çünkü hozir qadar bayqalgan narsa jonliqlar eng dastlabda dengiz ostidagi toshlarning orasidan chiqqan gaz chiqayotgan egizda paydo bo'lgan degan. Eng dastlabki jonliqlar shu yerda paydo bo'lgan degan narsa chiqdi. Undan boshqa uning ichida yana jonliqlar bor degan narsa to'g'riliq men bir uchrab qoldim. Bu to'g'riliq dinimizdanmi izlanamsiz, ya'ni hayotliklarning qanday paydo bo'lishi to'g'riliq bo'lsinmi, shu insonning yaratilishi bo'lsin. Endi men o'zimniki kasbiga oid endi masalan biz NASA'dagilar cho'qim jonliqlar bor, tashqi planetalar yine bor deb o'ylaymiz. Biz yolg'iz emas. Hozir qadar jonliqlar yashayotgan faqat bir yer shari bor. Yer shari quyosh sistemida 8 planeta bor. Bunun faqat birisi shu yer shari jonliqlarga uchun muvofiq. Albatta men degandek temperaturasi, havosi, suyu bor bu yani ki temperaturasi muvofiq endi shu jonliqlar bor. Endi NASA'dagilar bu yashardan boshqami, yine hayotlar bor, boshqa planetalar bor deb o'ylaydi. İşte o'ylaymiz biz. İşte shunday bo'lganligi uchun hozir nurg'un pul qashlab, teleskopni yasab, shunday tasvirlarni qilib, shularni bayqaymiz deb tirishyapmiz endi. İşte bu boshqa Qur'onda mushtaq tashpantaning odamlari yoki insondan boshqa hayotlik to'g'riliq qanday nima gaplar bor deb bu to'g'ri izlanib boqdim. Bu to'g'riliq Allah Qur'onda ya bor ya yo'q demagan ekan. İşte bu boshqa bu to'g'ri aniq bir narsa bo'lmaydi. Endi shu din nuqtadan aytgan chog'da bor bo'lishi mumkin, yo'q bo'lishi mumkin. Lekin bu fanniy nuqtadan biz bor deb qaraymiz. Sababi nima desangiz, koinot intayin cho'ng. Bizningki hozir turayotgan galaksiya degan yulduzlar to'pi. Yulduzlarniki biz mana shu galaksiya, samolyotli galaksiya degan yulduzlar to'pida bizning yasharimiz. Shu yulduzlar to'pining ichida 200 milyard yulduz var. 200 milyard yulduz. Onun için kainatta dastlabki farazlarda 100 milyarddan 400 milyard ichida galaksiya bor deb faraz qilingan burun, mo'ljallangan. Yaqinda bu galaksiyaning soni undan ko'pkan, ehtimol 1 yoki 2 trillion galaksiya chiqib qolishi mumkin degan mo'ljallar o'tirib chiqdi.
Aşta boğaçka oylap bakın. O intan çoğun bir kaynat. Aşta boğaçka bu şu yer şarıdaki yemir plantaniki özünki ana yıldız bilen bu ağırlığı anikin kalan şaşıraydı yaşardak bu kılış ihtimalı bek çoğun. Endi onu biz bayqalandık yok mu başka bir gap endi. Hazır biz şunchacık tayyorlik qilib, şunchacık küçep tekshirimiz davatımız. Bu 2025 yılları başlandı bu resmi. Şu biz yasatkan teleskopta başka yıldızlarını tekshirish. Endi şunu intayin kıymetli to'xtatyapti. Kendi birlar mo'ljallar tikan bir yıldızni tekshirish 50 milyon dolar mı yoki 500 milyon dolar mı shuni to'xtaydi ekanmiz. Umumiy chiqim endi. Nayte kıymet bu. Aşağı bolsun tekshirimiz davatımız. Nima ish qilsangiz biz cho'qim boshqalar bor deb ishonganligimiz uchun endi. Şuna penni jihatdan cho'qim bor deb qaraymiz. Allah subhanahu wa ta'ala bütün hizmetlerinizni utuqli qilib bersin inşallah. Hem de özümüzdeki yani Şarkı Türkistan'ın Uygurlarının mezmunuga yani nemsi qaysak hazır sizin biz faxrlimiz Uygur halkı. Sizin şu özünüzün şunda iqtidarları, özünüzün imkaniyetleriga tayinib durup vatanimiz için, halkımız için kılayotgan hizmetleriniz qanchalik bo'lib atıdı? Başka doktor, profesörler, başka kardeşlerimizin hizmetleri qanday bo'lib atıdı? Qanday ishlarni qila olamiz biz? Nima millat to'g'riliqda odamsiz. Yani halkımız yani Xitoyning zulmidan qutulish uchun sizin qilayotgan xizmatlaringiz bilan oldindan bir tanishib chiqsak. Nima yani shu vatanimizdagi bo'layotgan yangi xabarlarni isbotlar bilan taqdiyotsiz buni ko'rib turyapmiz. Allah razı olsun. Bunun ahamiyatini qanday bo'layotgan boshqa qanday xizmatlar bilan shug'ullanyapsiz mushdan biri. Endi bu bizim chet eldagi qarindoshlarniki ko'rdig'ini men chiqarayotgan uyg'urcha video andikin Facebook'larda taqdiyoatgan darslarni ko'ryapti. Mende Facebook'tan töyti vardı. 3 erken sınık namıda. İkisi Facebook hesabı, birisi page, Facebook defteri degendek. Anındaki yanda ama Uygur Project fondundaki birisi var. Tötünü başkurum hemen. Onunla bile YouTube kanalım var. Hazır yine bekçavatkan bir nerse Twitter. Twitter'ında bekçavatı ben. Meni bana erişvatkanla 6 mandan açtı. Ben onu ötken yıl 8. ayda aşkan. Benim Twitter'a kirgen vaktim uzun emas. Ötken yıl 8. ayda kirgen. Hazır 6 mandan açtı. Ben şu chet eldeki Uygurlarga ko'ngli biladigan odamlarga biraz yip uçuldigan shularni chiqarishga bektirishyotiman. 2 kun oldida ben eng bir yangi misolni ko'rsatay. 2 kun oldida bir video chiqdi. Bu Xitoyda ishlangan video ekan. Xitoydagi osonlik millatlarning nupsi edi. Tili Xitoycha xati bor endi uniki. Orqa ko'rinishda bir muzika bor, endi Xitoycha xati bor. Aslında Uygurlarniki nupsini 9,68 milyon deb chiqdi. 2020 yildagi gap bu. 9,68 milyon deb chiqdi-da bu. Chiqqanda men shuni tutib turib, ularga Twitter'dagi bir alayligi har bir chiqadigan narsaniki uzunligi 50 tal so'zdan chiqib kesmaydi. Bu 50 tal so'z bek tezli to'shib qoldi ekan. Şu nayet qisqa bir chiqaqil bo'ldi. Boshqa boshqa men ashni tutib turib 5 qism bir narsa chiqardim mashaga. Uni chiqardim. Ondan keyin Xitoylarniki shu men tolibga uchur bor. Ularning nupsi to'g'riliq. Rasmiy hukumat tarafdan e'lon qilgan 2015 yil 2017 yil e'lon qilgan Uyg'urlarning nupsi 11,3 milyon 11 milyon 300 ming Uyg'urlar nupsida chiqargan 2017 yili. Bu yil 9,168 milyon 680 ming deb chiqdi. Başta bu boshqa 1 milyon 430 ming Uyg'urni aytdi. Degan narsani chiqardim. Ko'payish kerak aslida. Aslında onu çıkardım. Ben de Xitoylarniki Şinjan Statistika Yıllık Kitabı degan bir kitabı var. Aslında bütün milletlarniki nopusları var. Her yıldaki hesap boyunca. Anikin hatta her bir şehir, nahiye, hem tarqılıqlı kandı. Şunun için de bana biz bir qarinishimiz öğretip bergan bir varag'ini resim qilib.
2018 yılı 2017 yıldaki nüfusu elan kıptı iken. Aslında Uygurlar nüfusu 11 milyon 600 bin de besiqliq şu kitapta. Ben aslında dedim, muş kitapniki qattiq kopiyasi çoğum Amerika Qatarlıq chet el hükümetlerinin qo'lida bor. Nima uchun bu Xitoy hukumati 2018 yılı Uygurlar nüfusini 11 milyon 600 bin deydi, bu yıl 9 milyon 680 bin deydi. Qağı Uygurlar ne ketdi? Dedim, anadaki özümüzden ölçerlice Uygurlar'ın nüfusu 18 milyondan aşırdı. Qağı Uygurlar qini. Hazır Şark Türkistan'da meyli vilayet olsun, naib olsun, kentler olsun, basınız adam yok. Uygurlar yok. Bu Uygurlar neye kayıp olup gitti? Dep şu 5 kısımlık anasını çıkardım. Çıkargandıkken bir qancha çeterlikler özüneki hükümetlerge evet deb boşurdu. Ma dikkat kılınlar, masana dikkat kılınlar deb. Hazır endi bizniki Uygurlar dava yapıratqa adamlar köp, nurg'un kishilar yapıratıdı. Lekin mush davani qilgan chog'da eng muhim nuqta qaysi? Agar haqlar sen nemin davo qilsa, nim talabing bor desa biz nim deymiz. Mush nuqtalarga kelgan chog'da kallasida degandek aniq hukm tushuncha yo'q. Ashta bu boshqa men buni shu videolardim to'ldavaman. To'xtamay davaman. Hozir yaqinda sal umumlashgan talab Uygurlarniki. Birisi Xitoyniki Uygurlar ustidan yapgan ziyonkashlik vayronchilik siyosatini irqiy qirg'inchi deb atash kerak deb. Bu yaqinda Adrian Zenzniki doklati, ondan keyin Birlashma agentliginiki xabari chiqqandan keyin bir qism hukumat amaldorlari da'vatida buni. Uygurlar uchirgan yo'qotish va irqiy qirg'inchilik deb. Buni ta'kidlash kerak da'vatida. Ikkinchisi Uygurlarning qo'lish chiqqan zavod korxonalarni taqash. Ularniki mallarini akirmaslik mesela Amerikaga. Bunun için tutuş kerak deydi. Bundan başka biz yine 3 nuqtani için tutuşumuz kerak. Abiyaki ikki narsa hozir bu ishni to'g'ri bağlash foydasi bor. Mesela Uygurlar bo'lgan ziyon irqiy qirg'inchilik, e'tirof qilgan degan gap. Lekin bu hozir Uygurlar duch kelayotgan vayronchilik, yo'qotish jarayonini to'xtatmaydi desa to'xtatmaydi. Ondan keyin abaki mallarni to'xtatish biroz ta'sir qiladi. Masalan, agar chet eldagi shu Uygurlarni qul ishchilari qilib ishlayotgan shirkatlarining hammasi kuyib chiqib ketsa Xitoydan, ayolda qul bo'lib ishlayotgan Uygurlar qul bo'lib ishlash nimasini qilib qoladi degan gap endi. Jarayondan. Lekin umumizlik qaragan chog'da Xitoy hozir qadardagi Uygurlar ustidan yurgizayotgan cho'ng planini hech qanday o'zgartgan yeri yo'q. Ben bundan bir yıl burun şu YouTube kanalımda sözlep video isteyen çağda diyen Xitayning nim planı bağlığını. Onu 2014 yılları Xi Jinping oturup koygan plan var. Uygur nüfusunun 3'ten bir kısmını öldürüp tüketiş, 3'ten bir kısmını sulap tüketiş, 3'ten bir kısmını maşina adamga aylandırıp tüketiş. Hazır ülüp ketkenlerden başka, sulun ketkenlerden başka, sulun ketkenler degende türme lagerini biz bilimiz. Ondan başka zavutlarga kul işçi bulup ulaştırırken Uygurlar var. İşkirge eketken kan degende 500 bin Uygurlar var. O Uygurlar yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi. Başta bu başka bu Xitoy hokimiyatiniki shu umumiy planni qarab baksanız mush yo'nalish bo'yicha ketyapti hozir. Albatta men degandek Uygurlarniki shaharlari, noyilari, yezdari, kentlarga borsangiz odam yo'q. Uygurlar intay ig'darajada yo'qolib ketdi hozir. Zat qancha ziyon bo'ldi biz bilmaymiz. Shunga meniki yaqinda ta'kidlayotganim shu BDTga besim ishlash kerak. To'xtamay. Mush davo sepidagi hamma odam har qanday vaqtda bir hukumatning boshlig'i yoki bir xalqaro tashkilotning boshlig'i bilan kurashish fursati bo'lsa, bunda tarafni o'tirish kerak. Birisi BDT Xitoyning Uygurlarga yurgizayotgan
zulmünü tutuş hakkında bir karar alsın. Bu birinci kadem. Bu kararını alsa, ondaki ikinci kademde şu Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Birliği katarlık orunlar Şarkı Türkistan'a müstakil küzetkiçi etriti kirgizalaydı. Aşağıdaki Xitay abada kararı çıkanlık için Xitay hükümeti Uygurlarga qaratgan ziyanını to'xtatsin degan qaror chiqqan ekan, shu qarorning ijro qilinish ahvolini tekshiradigan bir mustaqil etrat Sharq Turkistonga berib qarab turish kerak. To'xtadimi, to'xtamadimi deb. Bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa, hozirga qadar Xitoylar Uyg'urlarga qaysi darajada ziyon soldi? Biz qancha odamimizni olib qoldik? Mana tekshirsin deyish kerak. Shunga hozir bu narsani o'tirib qo'yayotgan odamlar ancha yo'q. Ben bunu to'xtamay davatıman. Endi ben 2 kunning oldida şu Yugoslaviya urushi vaqtidagi Yugoslaviyadagi Serblarniki Kosovodagi xalqlarni Albaniyalarni qirgan ahvollar anadakin shu chaqda BDT'nin chiqargan qarorlarini ko'rib baqdim. O chaqlarda kuzatib turadigan odam bo'lganligi uchun Serblar Albaniyalarni o'ltirgan vaqtida qancha adam öldü, onu ko'rib turgan odamlar bor, video olaydirsin, datalaydi, ve muxbirlar bor. Çünkü bu nəhayət çoğ qulğulluq qo'zg'ab, BDT'da işte qarorlar chiqqan. Lekin hozir Uyg'urlar tatgan ziyon ayni vaqtdagi oz ziyandan eshib tushdi hozir. Biz qat'iy bilmaymiz qanchalik odamimizni olib qolganligimizni. Men 1 milliondan ko'p degan to'g'ri uzoq bo'lib ketdi. Biz kam deganda 1 million odamimizni olib qoldik, jonda olib qoldik deb. Nemişqa adam, albatta men deganda Xitoyning bergan 2018 yil degan Uyg'ur nüfusi 11 milyon 600 ming. Biz Uyg'urlarniki o'zimizning hisob chiqqani 18 milyondan ko'p Uyg'urlar. Ama hozir vatanga borsangiz ko'rmaysiz buni. Yo'q, odam yo'q. Ne ketdi bu odamlar? Bu yerdagi asosiy masala nima desangiz, Xitoyniki bir qadimiy taktikasi bor. İşini taqab qo'yib ishni uridaydi bular. Gömürdagi deydi. Her qandaq vaqtda ma'lum bir yerda cho'ng zulm tozalash yapmoqchi bo'lsa, birinchi qiladigan ishi bularniki muxbirlarni chiqarib o'tadi. Bizim Sharq Turkistonda chet ellik o'quvchilarni chiqarib o'tdi. Hatto Pokistonlarni chiqarib o'tdi bular. Hech kimni qo'ymadi. Boshdan chiqarib o'tadi, uchurini qattiq kontrol qiladi. Buni o'qimiz qaysi darajada kontrol qilayotganligini. O'tganda bir Xitoy Zimiston degan jurnalga uchirib berdi. Sharq Turkistonda ishga borgan Xitoykan bir bayroq chiqarish murosimiga ko'rib dushanba kuni va qiziqarli deb rasm tasda saqchi tutib 3 kun solab buni kino operatorlarning hammasini yuvib etib telefonlarini qaytarib berganligini dedi. Shu darajada kontrol qilinlik uchurlar Sharq Turkistondagi. Mushtaq bo'lganligi uchun hozir bizniki zaten qancha adamimiz o'tib ketdi, buni hech kim ko'rolmayotdi, bilolmayotdi. Başta boğazda chet eldagi Uyg'urlar zaten bir fursatli bo'ldikan, İngilizce talking point deydi buni. Biz boshqalarga deydigan muhim nuqtalar nima? 5 nuqta bor. Ikkini dedim, hozir boshqam deyotdi buni. Uyg'urlarga uchragan ziyon irqiy qirg'inchilik, chet elning davlat shirkatlari Uyg'urlarni qo'lga chiqib ishlatyapti. Ikkinchisi, uchinchisi BDT Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini to'xtatish haqida qaror olsin. Uchinchisi, to'rtinchisi Sharq Turkistonga mustaqil kuzatish umiga bersin. Beshinchisi, hozirga qadar Uyg'urlarga qancha ziyon bo'lib ketdi, tekshirsin degan narsalar. Buni tang deyish kerak. Hammadan deyish kerak. Hammaga deyish kerak. Endi hozirga qadar Uyg'urlarniki beshi kelgan zulmni to'xtatish jihatda eng yaxshi bir ish ko'rgan ya Amerika. Amerika Uyg'ur qonunini chiqardi. 3 kun Sharq Turkistondagi shu Uyg'urlarni qirish siyosatlarini yurgizgan 4 Xitoy amaldorlari ustidan nimani boshladi, embargoni. Ularni jazolashni boshladi. U mutasaddi qadamlarni oldi. Hozir Amerikaniki tashqi ishlar ministri to'xtamay Uyg'urlar to'liq videolarni beryapti. Bu tashqi ishlar ministri Pompeo har kundagidek Uyg'urlar to'liq gapiryapti. Lekin qolgan davlatlar ancha-muncha bayonotnoma e'lon qilib qo'ydi.
Uyg'urlar uchun qilgan eng cho'ng ishi shu. Bayonotnoma e'lon qilib qo'ydi. Bu bayonotnomaga Xitoylar qo'ng'inin qirqida qarab qo'ymaydi. Xitoy hokimi uchun hech qanday qiymati yo'q buniki. Buniki bir isboti 1989 yildagi Tiananmen qirg'inchiligi. Shu chog'da nurg'un davlatlar bayonot e'lon qilgan. Xitoy hech qanday parvo qilmay qilgan qildi. Hozirmi parvo qilmaydi bunga. Shunga bütün Yevropaga qarab baksanız, Yevropadagi allarniki eng cho'ng qilgan bayonot e'lon qilish. Uyg'ur masalasi to'g'riliq. Lekin hech qanday konkret tadbir yo'q. Başta boğaçqa biz Uyg'urlarniki bosadigan, mangdigan musofimiz bek uzun. Hozirgi ahvolda agar xalqaro aralashmasa biz o'zimizniki ishimizni hal qila olmaymiz. Hozir Xitoy Amerikani oldirib qo'ydi biroz. Amerikani oldirib qo'ydi deganimizda qandaqdir Amerikaniki Xitoy kuch yetmaydi degan gap emas, unday emas. Amerikaniki har qanday jihatdan kuch yetadi. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy, har qanday sohadan. Lekin Amerikaning ichidami siyosiy kurash bor. Masalan, Trump bilan boshqalar o'rtasida ig'ir kurash bor. Republik partiyasi bilan Demokratchilar partiyasi o'rtasida keskin kurashlar bor. Boshqa bir siyosatni yurgizish Amerikada xil qiyin. Xitoy hozir shundan foydalanib ketib bordi. Shunga hozir Amerikami shu yaqinda Xitoyniki zodi Amerikaga qaysi darajada sinib kirganligini bayqagandan keyin biroz jiddiylashib Muştaq bir holatda. Boğaçqa bizniki hozirgi ahvolda o'zimizniki ishini o'zimiz hal qiladigan imkoniyatimiz yo'q. Agar xalqaroniki yordamini qo'lga keltirmasak, Xitoyniki Uyg'urlardan yurgizayotgan zulmini to'xtatmaymiz. Endi xalqaroning yordamini qo'lga keltirishda albatta men degan 5 nuqtani hamma odam hamma yerda deyish kerak. Fakt bor. Masalan, men albatta deb o'tgan sonlar. Hozir Xitoy dedi, biz manchiq Uyg'urlarni yo'qotdik dedi. Xitoyniki o'zini sonini ishlatsangiz, biz Uyg'urlardan 1,5 million Uyg'urlar o'ldirib bo'ldik degan gap bu. 2018 yili 2017 yildagi ularning nüfusi 11 milyon 600 milyon deb e'lon qilib, 2020 yili 9 milyon 600 milyon desa, 2 milyon Uyg'ur yo'q bo'ldi degan gap bo'ldi. Buni Xitoy o'zi da'vatidi mani. Biz mushuni deyishimiz kerak. Bütün xalqaroning hamma yerda mush gapni deyishimiz kerak. Isbot shu. Xitoy o'zi e'tirof qiladi buni. Hozir faqatlarmikan bizning yer yuziga yerning ustida Sharq Turkistonda turib resim qilib, video qilib taqdim muxbir bo'lmoqligi uchun dunyo ko'rmayapti nemish bu holatni. Uning ustiga Xitoy intayin ilmiy vakiligar. Cho'ng qirg'inchiliklarni yapani. Men kelgan uchurda bir akşam ballarni o'ldirish hareket yapadi cho'ng ko'lamlik. Qancha bola o'lganligini bilmayman. Ama bana bu uchur intayin ishonchli kelgan keldi. Kechida yapadi buni. Intayin qattiq planlab turib. Ballarga sut teknesini berib hemen öldürüp bir kişide. Hani köyde öldürüp ballarını. İşkiri yapıp öldürüp Uygurlarını, Nurgullarını. Bu öldürüp dediğim işki kazalarını setiş için öldürüyorlar. Sırtındaki yapma. Hani Korlu'da bir akşamda 3 kentini tuzlup etken. 2018 yılı. Onu mu kişisi yapardı? Dügen karşısınız 3 kent var, eğer etken basınız yok, işim yok. Osmanlı'da Süneyman arasında tasılır, işim kürünmeydi. Hatta bu Xitaylar, bir aşı işler katlaşkan birisi olarak baş kıldı bunu. Yelken vakasındakini. Kentlerini tüzüp etip, orada darak dikvitedik kadar. Ertesi bağa adam, bunun aşağıda bir kentin bağlılığını bilemeyken. Yani şu yerlik adam olmasa, şu derece kılıdı bunlar şimdi. Aşağı bağlılık için, bu ağaç intayin köp, ama bizde ispat yok. Hatta şu xalqaramızda ispat yok da bir jurbatı da hazır. Lekin Uyg'urlar kelgan ziyon Kosovodagi ziyonlardan natijasi qatlivatli bo'ladi. Kosovoga BDT'dan qaror elib, oxiri Kosovoni mustaqil qilyapti. Uyg'urlarniki hozir tatgan ziyoni uni natijasi qatlaydi. Shunga bizniki buningkin qilgan muhim ishimiz shu. Shu davo sepidagi hamma yerdagilar
Muş gaplarni deyish kerak. Endi shu bir necha kunda yoki men bir qismda seni tekshirib baktım. İntan ko'nglim yerim. Meniki Müslüman dünyasından ko'nglim yerim. Türk dünyasından mı ko'nglim yerim. Men o din to'g'riliq ozroq izlangan. Bizdeki dini ulamolarimiz intan yaxshi biladi. Bu Müslümanlar fakat birla Allah'dan qo'rqish kerakdi. Ama hozir Xitoydan qo'rqmaydigan Müslümanlarni topib bo'lmayapti. Hozir hamma Müslümanlar Allah'dan qancha qo'rqyapti bilmayman men. Lekin Xitoydan dahshat qo'rqyapti. Hamma Türklarmi shundoq. Bu ishlar men uchun intan ichinishliq. Agar ashlar o'ziniki diniy burchi, qarindoshlik burchini ado qilgan bo'lsa-mu, bizning kunimiz sal yaxshi bo'ladi. Men sizga qalbida falan deb qo'yayman. Amerikada hozir CNN'da ishlaydigan bir Farq Zakari degan bir adam bor. Bektanlık adam bu. Yale'da magisterlik aldı, Harvard'da doktor ünvanı ağamaş derken. Hindistan'daki Müslüman ailesinden doğulgan ki. Bunun programını halı bek kurdu. Ben her günlük programını sıkı dikkat kıldım bu adamın. 2 yılın içinde, ya 3 yılın içinde Uygurlar doğruluk fakat bir kıtın programı yapmaktı bu adam. Bizim Müslüman uydu doğulgan Hindistan'da. Her günü programı var, 3 yılın içinde bir kıtın programı yapmaktı. O programda Uygurlar doğruluk hata yapıldı. Hata yapıldı, ben onunla şu Twitter'da reddiye verdim. 8 kısmı tekbirini yazıp reddiye verdim. Magipon hata da. Bu ki Xitaylar'daki Uygurlar sağan azıvatkan zulümünün sebebi doğru toxtulup ait qamlaşmagan bir nesinde vardı. Xuddi bir zürürdek Xitaylar üçün. Özel nesinde dedi. Degende ben onun tarih olarak görünüşü neymiş bu atkallık doğruluk bir nesini yazdım Twitter'da. Bu adamga hazır herkes qarayman bu Uygur doğruluk yapılamı degende. Yok qaram. Kıttı yok. Onun için bütün Uygur karındaşlar Yasir Qazi bilen Noman Aliyxan'ı bildi. Ben ulanıcık tanıştırdım leksiyelerini. Ben şu aldığım gün içinde bulaniki videolarını teşhirip baktım. Uygur doğruluk söz degen mi doğru. Noman Aliyxan'daki bunun 9 ay burun değgen bir kutbasını taptım. Uygurlar doğruluk toxtuluptu. 9 ayın altında. Şu anda ötken yıl neyse bu iş. O 9 ayının mabeyinde kayıt toxtulupamaptı Uygurlar doğruluk. Yakında Amerika'nın kanunları çıkıp gitti. Hazır Uygurların da kelgen günni ırkı kırkınçıda tap ataş kerektiğen gaplar çıkıp gitti. Bu gaplar bulağıdaki hiç kadar tesir kılmaptı. 9 ayının bunun aldıdaki Uygurlar doğruluk belgen kutbasındaki YouTube videosunu aran 332 adam kırıptı. Bu adamlarınki neçe 10 bin, neçe 100 bin egeş kişiler var. Ve Uygurlar muş derecede harlanıp kaldık mı? Hazır bütün dünya bu iş karaydıgan bolsa Uygurlarda harlanıp atkan Müslüman yok. Aşındak bir iş batırıp aşındak bir danlık adam Uygurlardan atılık işleyen videonu köge adam aran 332. Ben Yasir Qazi'ye qarab baktım. Yasir Qazi bir yılın aldığında Xitayga bağlan. Xitayga bağlan vaxtında şu çağda Uygurlar to'liq işleyen videoları vardı. Ondaki ikinci to'xtulupamaptı Uygurlar to'liq. Hiç nesi yok. Ben ötken yıl 2018 yıldayken 2018'de 12. ayda Washington DC'ye bağladım. Aşağıda bir Türk camisi var. Mescitte aşağıya teklif koygan leksiyasını yaparım da. Şuraya New York'tan bir danlık imam geldi. Bek danlı hatta bu adam bir saatlik hutba söyledi Cuma günü, Cuma namazından burun. Dünyadaki Müslümanların hammasını tilga aldı. Ama Uygur'un tilga almadı. Keyin o hutba tugab, Cuma namazı tugagandan keyin odamni izlab berib men. Sen bilgan gap Uyg'ur to'g'ri gapirmadingmi? Sen Uyg'ur degan kim edi? Uyg'ur degan mandaq millat, Müslüman. Mening telefonimda
qilgan PowerPoint bati. Ko'rsatdim men. Xitoylar bunday qilyapti. Biz Uyg'urni o'qimaydi u odam. Dağınlık imam ekan, New York'taki dağınlık imam ekan. Bizim ahvalimiz müştaq ekan. Yani Türklerin işini obdan bilsiz. Türkiye'de Uyg'urlarga ko'ngil biladigan hükümet amillerinin hepsi yok olup ketdi yaqında. Ba'zilar o'tirg'a chiqmoqda, Uyg'urlar turib qarar olamizda. Ama hokimiyat beshidagi partiyalar rad qilyapti buni. Şuna bizim halimiz şu. Ben yaqindagi şu millatniki taqdirini bir millatniki qandaq bo'lib qolishini, uniki madaniyati biladiganligini dedim. Lekin tarixdagi şu insoniyatniki madaniyatlashish tarixini xulos qilsak, yaxshi amalni qilib yashagan bir millatga millat erishgan yaxshilik bilan yomonlikniki son jihatdan asosan o'xshab qolganligi. O'sha yakin chiqqanligini dedim men. Uyg'urlarning ahvoli ham shunga o'xshab qoladi. Biz musulmon bo'lg'ili 1000 yil bo'ldi hozir. 1000 yilni oshdi. Biz dastlabki 500 yil yaxshi yashagan. Keyingi 500 yil oxiriga chekinib, mana hozir jon talashyapmiz. Mushtaqqa qoldik. Meniki magaplarni deyishimdagi sabab, gerçi biz hozir boshqalar shunchalik boshqalarning yordamiga ehtiyoj bo'lsakmi, u yordam bizga kelgandek emas. Shunga biz bundan keyin o'zimizni qaysi darajada saqlay olamiz? Chet ellik Uyg'urlarga bog'liq. Chet ellik shuning uchun chet eldagi Uyg'urlar burunqidek yashasak bo'lmaydi. Biz burunqidek yashasak o'zimizni qo'llab qolmaymiz. Ben bu gapni intayin kuchli holda Turkiyalik qarindoshlarga aytaman. Sababini men desanglar, O'rta Osiyodan boshqa chet eldagi Uyg'urlarning tang yerim Turkiyada. Men o'zimning o'lcharicha O'rta Osiyodan boshqa Amerikadagi Uyg'urlarni qo'shganda 100 mingdek odam bor. Bunun 50 mingi Turkiyada. Turkiyadagi qarindoshlar o'zlariniki buniki hayotini qanday yashash to'g'riliq qattiq o'yinlar. Burunqi musofalarga qarab yaqinlar, burunqi bosgan musofalar. Qanday keldinglar bugun kungachilik. Endi bundiki qanday qilamiz? Buningdagi intayin muhim halqiliq omil bola tarbiyasi. Bola tarbiyasi men bu jihatda bek cho'ng andisham bor. Davomli ishim bek pushidi. Nima desanglar men har yil Turkiyaga boraman. Bu yerda boramadim bu Xitoy biroz sababidan. Nurg'un ishlarni bilmay qo'yadik. Bu şu bizdeki Uyghur ölmalarımız asasen Arap devletlerinde terbiyelengen. Ulaniki o Garip ellerinde bu biraz terbiyeleniş imkaniyeti bombaydı hazır kadar. Arap devletlerindeki İslam muharibinde eğri mesele var. Eğer mesele bombaygan bolsa Uyg'urlar hazırda günü kalmaydı. Ben abetim ben degandek hazır Xudodan qo'rqadigan musulmon borligini qilolmaydi, lekin hamma musulmonlar Xitoydan qo'rqadi hozir. Aşta bir ahval var. Muşaş mağaratdaki kep çıkan ahval müşnüm. Eğer hakiki Müslümanların terbiyelenen olsa, ular için ümmet en üstün duruş gerekti. Biz ulanın kerinliş bilişimiz gerekti. Biz hazırda gün kalkanca da ular yerden koş gerekti. Yerden bir uyarı tutsun, bizi ziyan sevatıdı. Xitayını kollap durmatıdı bunu. Şuna minik şu Özümüzde ölmalarına dediğin ölmaları tutan ümidim. Üzerindeki bütün hazır kadar ürengen nesrini emniyet falan birleştirip kaydı bir bahalap yakalım. Bulup mu belki halklık nesli bal terbiyesi. Ben Türkiye'ye berip hazır nurgun Kur'an kursları bağlılığını köydüm, bildim. Bu kurslar mektepte okuyatkan ballar için içilganken. Şuna Kur'an yatıltığımızda ballarını saat 5'te kopurup etkenisi. Mektep başlangıçlık 2 saat Kur'an yatılıp ondan keyin mektepga berib, mektep tugasa, yine qaytib kelib, yine Kur'an kursiga berib, Kur'an yatlaydigan ahvol. Ondan keyin bu 4 soat ichida bola qanday qildik ekan desanglar, Uyg'ur bolalar uxlab qoldi ekan maktabda. Bu odam bolasi bu kompyuter emas u. Uni o'ltirg'izib qo'yib, maniyatlaysan, aniqlasa, buni qilganda qilgan bilan bu
odam bolasıniki minisi bir qonuniyat bilan ishlaydi. Agar qonuniyat bilan ish qilsa unum bo'lmaydi uniki. Amerika ma'rifida 10 yoshlik bolaga berilgan topshiriq 10 minut. 15 yoshlik bolaga berilgan topshiriq 15 minut. Mush ma'rifda belgilangan narsa. Qavati bola o'ynaydi. Belki de terbiyelese balını. Etkende saat 5'te kopurup, Kur'an ötüp, mektep öğretip, mektep kalsı, ders kalsı düşmeye ukulap gelip, kayıt gelse, mektep güvesi yeni bir Kur'an kursu verip, müştak kıfesanlı balana sakçın olamda. Şuna müştiyat kişilerini bir bağla basanlar, beni bek işim şurada bu işler. Hazır mı ötkende hazır ötkenki videoda tarafta koydum. Eğer Türkiye'nin Uygurlar bilen bilsizlar. Türkiye'deki Uygurlar köpüncüsü Türkiye'ye jüp olup kalganlığını. Hazır fakat kardeşim deplan bir saklavatı bulan. Eğer Kanada'da bir teşkilat kurulup Türkiye'deki bir kısım kardeşlerin Kanada'ya köçmen kılıp ekitiş yolunda işler boğatıdı. Her bir aylık gittiğin pul intayın köp. Başta olsun hançıkla alsa şunçıklayla da tirişivatıdı. Eğer bunda qarab baksanlar, üzerlerini Hong Kongluklarla seçtirip bakmanlar. Hazır Hong Kongluklarını ne kilenler alımız degen devletin 5-6'sı var. Engellilerden 3 milyon alımız da şu an dedi. Biz Uygurlar harlanıp kettik. Açtık yalvarımız haklarga bizden ahsandı. Kanada'da mı açtık nurgun pul haklar küçük apırımız davatımız. Manda etkan çağda Uygurlar'daki naiti köp bir kısmı dünyaya yük olup kaldı. Bu her bir adamın içini pişiriş gerek. Bizim kıymetimiz nerede? Uygurlar'ın kıymeti nerede? Eğer bizim kıymetimiz olmasa dünya yerden kılmaydı bizge. Beş çırak yapılar var, insanperverlik noktasını yerden kısımda. Nezirciyetin doğuran. Ameliyette siz başkaları vermeyip alamayız başkalarını. Bizim küvatkan günümüzmüş şu. Şuna bu gapni uzatmasam vakti yetişmeydi o. Yığıncalap etken çağda hazır kadar bizim sırtın kidiğen yardım doğrulukta hiç kandak neyse kapatıp yiyemez. Ama üzümüz kandak yaşayımız degen derse üzümüzden ihtiyarı. Üzümüz için bir tallaş bu. Üzümüzden kandak yaşaydığı üzümüz için bir tallaş. Şu muş tallaş hakkında çeteldeki barlık kardeşler o da oynamış gerek. Eğer milletin sahip aile desek. Bakalım, çıkacak yaptım. Allah razı olsun. Hükümet fikirlerine göre ait. Tabiiyette bu diğerlerimiz ait doğru. Hakikaten biz özümüzü özgertmesek Allah subhanahu özgertmeydi. Çünkü eşken erkanda bir kavim özünü özgertmeyecek Allah özgertmeydi. Siz diye bu meselelerin nurulğun kişilerin kallısı da bozdu yani oturup hep çıkışacak, ikralar hep çıkışka ensireydi çünkü üstünün fitne ulaşacak, başkalarının hata düşünüp bakar arkadaşlar ensirgenlik için bu mezmunlarda fikir koyamaydı. Siz degende ki hakikaten bizim nurulğun neslerini kör vatımız Türkiye'de. Kur'an kurslarının buluvatkan işlah, kilovatkan yardımlı olsun, başka göç, oç, boş nesli olsun, her türlü ziyade. Bir neçe günün aldıda bir Kur'an kursunun bir maşın göç taktıptı. Bu göçünü nemiş taktıptı dese ma göçünü yapılamıdı. Kurbayetlik yeni göç geldi. Şunun için mani kıyınçılığa olarak taktı ve sana bir şopur kaldık bir maşın göç bispirdi. Bu şunda meselede hem de bu pul meseleler olsun hakikaten kıyınçılık bağ kıyınçılık yok kardeşlik bağ. Pullarını mesela yaxşı işiltiş meselesi. Sabah buldu deplam işiltişemez hakikaten Şarkı Türkistan'da hemmimiz Uygurlar kulu koyup gitti. Hemmimiz neçe min katımızda anlap olduk. Bulatkan zaman özümüz közümüzden körüp yaşap çıktık. Hem de yine özümüz özgertmeye kalayımkan işler kalbimizden serap kalıp, vaktimizden serap kalıp Veterimiz Şarkı Türkistan'daki karındaşlarımızın ki kanda kalsakmış o bir az basımı yükü yengilleydi o. Halkaradaki çeteldeki muhacir karındaşlarımızdan abiyam doktor hakimiz degendek hemmimiz yük pop kalgandek yoki özümüz gözümüz yük pop kalgandek yoki başka devletlerge yük pop kalgandek hemmisi yalvarıp
o devletke, bu devletke, o halkı, bu halkı yalvar başında buluvatımız. Şu meselelerini çokum özgertiş gerek de karayımız köpünce kardeşler. Şu meseleler benim abiyamdan yakılı doğru geplerini cık kıldan sonra benim sözümü kesmedim. Hakikaten oturup tegişlik mesele bağlılığı için. Ben aslında bir neçkatim yalnız özümden köngül sözlerini, fikirlerini oturup koyup bir programı kılay dedim. Lekin yana kılanmadım. Şu münasebetler özümdenki gen bir fikir var özümden ne çoktan kallamdan ütmegen. Bir meseleni baykadım. Köpünç karandaşlarımız özününki men halk dep durup biz halk, men halk dep durup hiç kanda bir siyasi aralashma yoki Xitoy qarshi faaliyete aralashma yoki bir teşviqat işleri olsun, mayli qanday ish bo'lsa hech qanday ishga aralashmay, faqatlam tashkilotlarni yoki faoliyat qilayotganlarni ish qilib harakat qilayotganligi adam bo'lsa haqoratlaydigan, ustidan har xil o'zining shaxsiy tushunchasi bo'yicha nima ish qilmani qilmaydi, nima ish mandoq qilmaydi, nima ish ma ish mandoq bo'lmaydi, mandoq bo'lsa mandoq bo'lmaydi. Bizning mandoq ummatning xizmatini qilmaymiz degandan keyin uyimning jarini to'lab bersa bo'lmaydi, baxtli bo'lmaydi degandek her xil adamның kallasiga aqliyatga uyg'un emas, mantiqsiz, dalilsiz nurg'un narsalarni eskirdim, uchratdim. Amaliyotda Sharqi Turkistonlik har bir Uyg'ur, har bir qarindishimiz men xalq deyishdan nomus qilish kerak. Mening shaxsiy fikrim. Nomus qilish kerak. Mushunda bir xorlik, mushunda bir zillat, mushunda bir hech qanday bir imkoniyat yo'q, ammo mushunda bir xorlikning ichida o'zimizning xotin bolalar dafsanda bo'lyotdi, yurtimiz dafsanda bo'lyotdi, mol mulkimiz musodara qilingan, dinimiz dafsanda qilingan, masjidlarimiz yıkılgan, Qur'onlarimizni ko'ydirgan. Qanday qila olaysa qo'lingdan nima ish qildi deb turib Xitoy zolimlari bizga jang e'lon qilayotgan mushu mezgilda men xalq deb turib uyda o'tirib, uni buni deyish, husn terish, haqni haqorat qilish bu nomus. Bir ton Uyg'ur qolmay, butun Sharqi Turkistonlik askar bo'lish kerak, jangchi bo'lish kerak. Har qanday qarindishimiz bir qo'ldan nima kelsa bir faoliyat, har qanday ish bo'lsa, Xitoyga qarshi faoliyat bo'lsa birlashish kerak. Mening shaxsiy fikrim. Men shuni his qilaman. Har qanday bir xalq degan narsa qilmas kerak. Har qanday musulmon, har qanday Uyg'ur, har qanday Sharq Turkistonlik jamoatlashish kerak, tashkilotlashish kerak. Hammamiz Xitoyga qarshi qo'limizdan nima kelsa, xuddi Ibrohim alayhisalomni o't tashlagan vaqtda o'tni o'chirish uchun bir kuchlib bir tomchi suvni og'ziga patgan suvni tashlagan o'xshab, qo'limizdan nima kelsa, shuni qilishimiz kerak deb qarayman men shaxsan. Hozir ham qaraydigan bo'lsak, degandek nurg'ulg'an qiyinchiliklarimiz turibdi, nurg'ulg'an qalayimqonchiliklar turibdi. Hadisi ichki urush, hele bir nima deyotgan, hele yurtlar birligi, yurtmazlik, hele üstü birlik, hele Uyg'uristoncha, Turkistoncha, hele bir narsa. Har xil shu o'zimizning ichidan talash tortishlar, ixtiloflar, urushlar, nima tugamaydigan narsa. Biz siz degandek bütün musulmonlar uchrab qolmagan, bütün insoniyat uchrab qolmagan, naytimi rezil, naytimi haddan ziyoda insonlikdan chiqqan bir qatliamga, bir zulmga, bir nomus ichida qilyapmiz, uchrayapmiz. Mushu mezgillarda turib yana biz endi men shaxsiy o'zimning fikrda biz ish qilyapmiz yoki faoliyatlar ya tashkilotlar yo'g'a ish qo'yib bordi, ular xatolashmaydi demoqchi emasman. Haqiqatan biz xatolik bizda bor, tashkilotlarda bor. Xatoliklar bo'ldi, kamchiliklarimiz bo'ldi, yaxshi ish qilolmadik, cho'ng ishlarni qilolmadik, ushoqcha ishlarni qilyapmiz. Ammo qo'limizdan kelishicha qilaylik. Haqiqatan bizdan yaxshi cho'ng qarindoshlarimiz ish qila olishi mumkin. Qilaylik, hammamiz qilaylik. Mening shaxsiy fikrim bu. Bu yerda mening jiq gap qilishimning o'rni yo'q. Siz hamma gapni yaxshi o'tirib qo'ydingiz. Haqiqatan biz o'zimiz o'zgartirishimiz kerak. O'tmishimizni, o'tgan vaqtimizni o'ylanishimiz kerak. Nima ishlarni qila oldik, nima ishlarni xato qildik, endi nima ish qilishimiz kerak bu masalada nəhayət qattiq o'ylanishimiz kerak deb qarayman. Sizdan bu joq vaqtingizni ilib etdim. Allah razı olsun. Ahirda yana hozirgi bo'layotgan masalalar, ya'ni Sharq Turkiston masalasida har xil ishlar uchrayotimiz bo'layotdi. Yaqinda masalan Govinguy degan birsiningki chiqqanligini hammamiz bilamiz. Mushu Govinguyningki qilayotgan ishlar to'g'riliq bir o'zingizningki tushunchalarini o'zingizning bilgini bir o'tirib qo'ysangiz, mushu bu qanday adam, bu odammi, qanday bir maxluq yoki bu haqiqatan bir yaxshi qilayotgan odammi, Sharq Turkistonliklarga bir foydasi yetamdi yoki ziyni yetamdi, buningki bergan ma'lumotlari, bayonotlari va yoki sizgan xaridlarning bizga ziyni bormi? Mush to'g'riliq bir bayonot bersangiz, bir tushuncha bersangiz. Bo'ladi ukam. Nima bizniki bu suhbatimizni başlıqlı bir saatini sal açtı. Bu xizmat vaqtim meniki. İşte bu başqa mushu Govinguyddan keyin to'xtasak,
keyin zarur bo'lsa yana boshqa yana qaytadan suhbat o'tkazsak bo'ladi. Bo'lmasa menga gap qoldi-chu. Men tushdan vaqtim tugadi endi. Bu nima Gongu dastlabki vaqtlarda 3 yilning oldida bir qism yaxshi ishlarni qilgan. U qanday ishlar desangiz, Xitoy hokimiyatidagi amaldorlarniki chirklashish ahvoli. Qaysi darajada? Bulanchidagi o'xshamagan guruhlar qaysi darajada? Agar shu Gongudan olmagan bo'lsak, biz menga tushunmay ekanmiz. Biz buni sirtdan ozroq bilardik, Xitoyning chirkligini, lekin uning darajasi zot qaysi darajada degan narsani Gongudan aytib ko'p pash qilib berdi endi. Bu yolg'iz bizlar emas, butun dunyodagi Xitoy hokimiyati bo'lgan qarshida cho'ng burilish paydo qildi deb o'ylayman men. Lekin yaqinqi bir yilning mobaynida bu kishi hozir o'zi bir Xitoy hokimiyati og'dirib tursa, shuni o'rniga dastaman degandek bir Xitoy federatsiya hokimiyatidek bir narsani qurib oldi hozir. Yomon yeri bu kishida bir davlatga yoki bir millatga rahbar bo'lgan safa yo'q ekan bu kishida. Nayt eg'ir masala bor ekan psixologiyalik jihatdan. Ashta boshqa bu keyingi vaqtlar kelgancha dastlabda chet eldagi Xitoy demokratchilari bilan birlashdi bu. Bir qism ishlarni birga qildi, keyin birdan o'tirib ziddiyat tushib, ularni tillab, og'zini buzib tillab, hozirmi endi og'zini astlamkin boshqani tillaydi bu. Shu sababdan meniki bayqishimda endi aslida hozir ham Xitoy hokimiyatiniki og'dirib ketish, kompartiyani og'dirib ketish ehtimoli bak cho'ng hozir. Başlaq bo'lib qolsa, shuning o'rnini olalaydigan yana bir hokimiyat tayyor turgan bo'lsa pek yaxshi. Lekin hozir mana mavjud emas. Shu Gongidagi odamlarning tufaylidan chet eldagi demokratchilarmi ittifoq emas bir-birisiga Xitoy demokratchilarini aytmayman. Shunga bu odam bak rasvolashdi yaqin yoqi. Men uni nasıl ko'rmay qolib ketdim. Men dastlabki vaqtida bak ko'ratdim. Har kuni qoldirmay ko'ratdim. Hozir qattiq ko'rmay qolib ketdim. Hozirlar ko'rsamlar haqlarga hujum qilib ağzımızı tillab qolganlar men xo'shaqmaydi uni ko'rmayman. Yaqinda Amerika hukumati Gongu'niki iqtisodiy kirim manbalarini tashkil etadi degan gaplar chiqdi. Bu shu tashkilish jarayoni boshlanibdi. Mening tushunishimcha. Lekin yakun chiqmadi. Bu nurg'un kishilar tashkilish boshlanganini anlatlamken voy Gongu'ni chataq chiqibdi deb o'ylab başta mesela yazılarımı var. Ama bu g'arbniki bir prensipi var. O nima desangiz, bir odamniki jinoyati isbotlanmoqchilik u gunohsiz deydi. Xitoyda gunohsiz ekanligi isbotlanmoqchilik u jinoyatchi Xitoyda. Masalan, biz Uyg'urlarni suluvat deylik. Lekin g'arbda emas. G'arbda haqiqiy isbotlanmoqchilik u gunohsiz odam. Shunga Gongu ustidan hukm chiqqani yo'q. FBI'den təşkilçi başlattı da hüküm çıkanı yok. Şu an aşağı bir ahval mevcut hazır. Gongu'nun programına işlevatı da onaki kalgan demokratçılardan boğan münasebetimi qattiq yaxshi emas. Şu yakın videolarını ancak anlamadım ben. Şu an dinlerini doğrusu da ancak bilmeyim ben hazır. Ahvalmışlara. Allah razı olsun. Ben kısalan bir cevap veriyorsunuz. Hazır mesela Gongu'nunki çıkan hareketler olsun, belki bayanatlarınki bir kıymeti var mı? Biz çünkü onun radiye verişimiz gerek mi? Ya ki onun karımız olmasın buraya veren de yani bir şüphelendim mi bulur? Aslında bunu Dünya Uygur Kurultayı'da teşkilatla radiye bir koysun mu buldu. Asıl vakti ötüp gitti hazır. Ben ötkende meniki konum kelgan yeri ularniki lanqagan bayonotnomasida shu Xitoy Federatsiya hokimiyati hukumati mushni e'lon qilgan bayonotnomasida Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki Xitoy davlati chegirasichidagi millatlarga solgan azob uqubatlari ziyonlarini tilga olib uyg'unlantirilganmapti. Hozir Xitoy chegarasi ichida turayotgan Xitoyning qo'lida turayotgan millatlarning ichida Uyg'urdek cho'ng ziyonga uchragan millat yo'q. Şu Uygur'da tilga olmay yozgan har qanday narsani qiymati ancha yo'q. Men endi Gongu o'zi yolg'iz qolgan bo'lsa parvo qilmaydim. Uni mas'ul benimi bilib qolganlik uchun men o'zim qattiq norozi bo'ldim bu ishga. Twitterda mazat norozilik bildirdim.
Şununla aşın karta narazı bildirip koş kerekti aslında. Andi hükümetteki üzeye desiniz ama diyendek hazır dünyada çetelerde Xitay'daki demokratik şartların bek köp. Bu birlik qaşma emas. Çünkü qağalamaj parva qilib ketmedi bu narsaga. Çünkü bu narsaga bek bir çoğun maslik verishning hojati yo'q. Şu vaqtning o'zida ancha ifade bildirib qo'ysak yaxshi. Lekin bir muhim narsa nima desangiz, Uyg'urlarning manfaatiga taqalgan chog'da cho'qim bir ifade bildirish kerak. Qandaq yerda bo'lishi qat'iy nazar. Aniki hozir bizniki bu jihatda bir sistemalik bir mexanizm yo'q. Bir bo'shliq bor bu jihatda. Bu ishlarni kimlar pek yaxshi qildi ya. Dünyadaki qandaq bir yerdan bir kishi Yahudiyni qarlaydigan yoki zarba beradigan, tushiradigan gap qilib qolsa, bular butun hamiz birlashib shu kishiga zarba beradi. Boshqa taraf emas qo'ydi bu odamni. Bu jihatda biz Uyg'urlar ojiz bir mexanizm yo'q. Bir cho'ng bo'shliq bor bu jihatda. Bu jihatda masalan Uyg'urlarni bir narsa deb yoki Xitoyga moslashib bir narsa degan bo'lsa, bu kishininki bir çüprende bo'lib qolsa, qo'lda ishga qo'ygan odatdagidan bir odam bo'lib qolsa, bunga javob beramiz deb, shu masalani gündemga kelib qo'yadigan ish bo'lib qolamdi deb. Uniki anda qarashlikka sal qiymatini o'stirib qo'yadigan ish mi bor, tarafi bor. Albatta men degandek, agar Steve Bannon bo'lmagan bo'lsa, buning ichida uni chiqilishning qat'iy hojati yo'qdi. Ana odam bo'lg'achqa shu bo'lgan chog'da sen Xitoydagi zulmni qilib Uyg'ur tilga olmasang, seniki bu chiqargan bayonotlarning nima qiymati bor deb, gapni deyish kerak. Başına yine kıymetli bir adam oylamışsa yani. Bu yerde prensip meselesi var. O Gongo'yu bir kanca Uygurlarla uğraşıp kağalık için Uygur'un işki ben götürülmeyen de bayanattan bu mu Uygurların kırgızmaptı. Ondak bir sapa bilen o akıl mende eşiği harıklıç mümkün emez. Mışın depmiş gerek aslında. Allah razı olsun. Ayette yaxshi program oldu. Kardeşlerimizin bu programı takip koşunu, kanımıza azap koşunu ümit kılmam. Allah razı olsun Erkin Caka. Başka kim olsa Rahmet ukam. Olmasa ben yani 2 minut programın otursda azırak gap koydum. Ahirini düşürüp atayım demiş halkımız doğruluk, halk doğruluk. Allah razı olsun. Evet, özünüz programı kıptıraylı. Buludu ukam. Rahmet. Ben çık. Buldu Allah'a emanet. Mağalı hoş bulamam.